Demak boshladik. Hozir biz sizlar bilan Instagramni qanday qilib ochish kerakligini ko'rib chiqamiz. Play Marketga kiramiz. Yuqoridagi poyistga bosib Instagram deb yozamiz. Обновить chiqdi menda, chunki menda hozir Instagram mavjud. Sizlarda установить chiqadi. Установить knopkasini bosasizlar hamda biroz kutib turganimizdan so'ng mana ekranimizdagi Instagram belgisi qo'shiladi. Instagram belgisini ustiga bosamiz. Bu yerda oldin mavjud bo'lsa kirishimiz mumkin, lekin bizga yangi akkaunt kerak. Shuning uchun so'zlab новый akkauntni bosamiz. Telefon raqami orqali yoki elektron pochta orqali registratsiya qilish mumkin. Men tavsiya qilgan bo'lardim elektron pochta orqali ochishni, sababi keyinchalik parol loginingizni unutsangiz ham tiklash ham oson bo'ladi va parol loginlarni yo'qotib qo'ymaysiz. Mana elektron manzil yoz deb bizga chiqardi. Bizga elektron manzilimizni ham tavsiya qilyapti. Xo'p. Elektron manzilimizni pastdan klaviaturaning boshidan tanlaymiz va Daley tugmasini bosamiz. Kod yuborilyapti. Kodni qanday topamiz? Asosiy menyuga chiqib ketamizda, hammamizning telefonimizda shunaqa M harfi bor, mailimiz bor. Mailga kiramiz. Mailga kirganimizdan keyin akkauntimizni tanlab olishimiz kerak bo'ladi. Bizda hozir mana ikkinchi akkauntimiz. Mana birinchida Instagramdan kod kelib turibdi. 452 873. Shu kodni kiritamiz. Daley tugmasini bosamiz hamda parol o'ylab top deyapti. O'zingizni esingizda qoladigan, imkon qadar unutib qo'ymaydigan parolingizni yozishingizni tavsiya qilaman, sababi keyinchalik tiklashingiz oson bo'ladi. Bu yerga tug'ilgan sanamizni yozamiz. Hop, men ixtiyoriy kiritaman. Sizlar o'zingizlarni albatta tug'ilgan sanani kiritasizlar. Daley tugmasini bosamiz. Imya, to'liq ismimizni so'rayapti. Ismimizni yozib Daley tugmasini bosamiz. Podzotli imyasi buni o'zi tavsiya qilyapti. Siz o'zingiz xohlagancha qilib buni o'zgartirib qo'yishingiz ham mumkin. Marhamat deb ko'rsataman. Hamda tekshirib ko'radi. Agar hech kimda mavjud bo'lmasa, Daley tugmasini bosamiz. Условия, qonun qoidalarini qabul qilamiz. Принимаю tugmasini bosamiz. Rasm o'rnatamizmi deyapti. Xohlasangiz добавить foto tugmasini bosib rasmni tanlab o'rnatishimiz mumkin. Hozircha bizga shart emas. Shuning uchun пропустить tugmasini bosamiz. Bo'ldi, mana Instagram sahifamiz tayyor. Xush kelibsiz deyapti. Kontaktlarni yuklab olishni xohlaysizmi deyapti. Продолжить tugmasini bosamiz hamda разрешить tugmalarini bosamiz. Hop, buni hozircha пропустить qilib turamiz, do'stlarni taklif qilishi. Bu yerda yuqoridagi ko'k strelkani bosamiz. Hamda уведомленияni yoqamizmi deyapti. Xohlasangiz yoqishingiz, xohlasangiz o'chirib qo'yishingiz mumkin. Hozircha men yoqib qo'ydim. Bo'ldi, mana tayyor. Instagramning sahifasini ochib oldik. Endi xohlaganingizcha istoriya qo'yib, do'stlaringiz bilan ulashib, bemalol ishlatishingiz mumkin bo'ladi. Do'stlaringizni topib. Kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Xayr salomat bo'linglar.